Islomda oila, muammo va yechimlar. Ikkinchi qism. Xotiningizga chiroyli muomala qilish uchun ayollarning xislatlaridan xabardor bo'ling. Er-xotin o'zaro yaxshi muomalada bo'lishlari uchun bir-birining xislatlarini bilib olishlari kerak. Nimadan jahli chiqadi-yu, qaysi narsadan xursand bo'ladi? Shariatda ruxsat berilgan bo'lsa, bir-birini xursand qiladigan ishlarni unutib qo'ymasliklari lozim. Erkak kishi ayolining xislatlari va qanday tabiatda yaratilganiga e'tibor bersin. Shunda Allohni rozi qiladigan, dunyo va oxiratda o'zlari va bolalarining baxt saodatiga sabab bo'ladigan chiroyli siyosat yuritadi. Ayollardagi bilishi kerak bo'lgan xislatlardan biri ularning aqli va dinlarida kamchilik bo'lishiga oiddir. Abu Said Xudri roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Ey ayollar, sadaqa qilinglar, sizlardan ko'plaring do'zax ahlidan ekaningizni ko'rdim", dedilar. Ayollar: "Yo nima sababdan?" dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Ko'p la'nat aytasizlar, hayotdan noliysizlar, aql va dinlaringning noqisligidan dono erkakning aqlini sizlar kabi ketkazadigan narsa ko'rmadim", dedilar. Ayollar: "Yo dinimiz va aqlimizning noqisligi nimada?" deb so'rashdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Ayolning guvohligi erkak guvohligining yarmicha emasmi?" dedilar. Ayollar ha deyishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Mana shu u ayollar aqlining nuqsonidir. Hayz ko'rsa namoz o'qimaydimi, roza tutmaydimi?" dedilar. Ayollar ha deyishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Mana shu u ayollar dinining nuqsonidir", dedilar. Yana bir hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ayollarga yaxshi muomalada bo'linglar. Albatta, ayol qovurg'adan yaratilgan. Qovurg'aning eng qiyshiq joyi yuqorisidir. Uni to'g'irlayman desangiz, sindirib qo'yasiz. Agar shu holida tark qilsangiz, egriligicha qolaveradi. Bas, ayollarga yaxshi muomalada bo'linglar." Muttafaqun alayh. Alloh taolo erkaklar bilan ayollar o'rtasidagi farqni ta'riflab aytadi. Ayollarga nisbatan erkaklarda bir daraja ziyodalik bor. Baqara surasi 228-oyat. Demak, ayol kishiga shunga qarab muomala qilish kerak bo'ladi. Zero kishi boshqa insonlar bilan ham ularning aql farosatidan kelib chiqib muomala yuritishi ijtimoiy munosabatlar madaniyatini tashkil qiladi. Shuningdek, ayolning barcha xatolarini muhokama qilib o'tirmasin. Masalan, ayol 10 ta xatoga yo'l qo'ygan bo'lsa, 3 ta yoki 4 ta yoxud 5 ta xatosi haqida gaplashsin va qolganiga e'tibor bermasin. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu: "Men ayolimning bo'ynida bo'lgan barcha haqlarimni talab qilishni xohlamayman. Chunki Alloh taolo ayollarga nisbatan erkaklarda bir daraja ziyodalik bor deb marhamat qilgan", dedilar. Ya'ni Ibn Abbos roziyallohu anhu ayolim men uchun bajarishi kerak bo'lgan barcha haqlarni talab qilmayman. Ayrim haqlarimdan voz kechib turaman demoqdalar. Alloh taolo aytadi: Payg'ambar xotinlaridan biriga, Hafsaga bir gapni, cho'risi Mariyaning talog'i va xalifalikni xufiyona aytganini eslang. Bas, qachonki Hafsa u sir haqida Oyshaga xabar bergach, Alloh uni bundan voqif qildi va u Hafsaga o'zi bilgan narsaning ba'zisini bildirdi va ba'zisidan yuz o'girdi, bildirmadi. Tahrim surasi 3-oyat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollarning eng yaxshisi va fazilatlisi hisoblangan xotinlariga bir gap aytib, uni hech kimga bildirmaslikni tayinlaganlar. Xotinlari esa borib sirni oshkor qilgan. Alloh taolo bu ishni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga vahiy orqali bildirib qo'ygan hamda
o'sha xotinlariga ma'lum bir ishni ham ayon qilgan. Alloh taolo tarafidan ogohlantirish kelgandan so'ng u zot xotinlaridan sodir bo'lgan aybni kechirib yuborganlar. Alloh taolo oliy janob kishilarni o'zlaridan pastroq bo'lganlarning ayblarini kechirib yuborishga qiziqtirib, sizlardan fazilat va keng mol-mulk egalari, qarindoshlarga, miskinlarga va muhojirlarga Alloh yo'lida ihson qilmaslikka qasam ichmasin, balki ularni afv qilib kechirsinlar. Alloh sizlarni mag'firat qilishini istamaysizmi deb marhamat qilgan. Nur surasi 22-oyat. Er-xotinlik muammolarini hal qilishda payg'ambar alayhissalomning uslublari. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xotinlari bilan baxtli hayot kechirganlar. Chunki ular bilan totuv turmush kechiringiz oyatini, Niso surasi 19-oyatni o'z hayotlariga aniqlik bilan tatbiq qilganlar. Shuning uchun Rasululloh alayhissalomning o'z hayotlari haqida men oilamga yaxshi munosabatda bo'lishda sizlarning eng yaxshingizman degan so'zlariga zarracha shubha qilinmaydi. Nabiy sollallohu alayhi vasallamning er-xotinlik munosabatlarida turmush hayotini yaxshilash, go'zallik, hamkorlik, insoniylik va iqtisodiy sohalardagi yaxshiliklari haqida hadislar aytiladi. Lekin birinchi bo'lib bu saodatli xonadonda bo'y ko'rsatgan ba'zi muammolarni aytib o'tishimiz kerak. Albatta, oilaviy muammolar kam bo'lgan. Agar musulmonlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hayotlarida yuz bergan barcha katta-yu kichik voqea hodisalarni aytib o'tmaganlarida bu muammolar haqida eshitmagan bo'lar edik. Shu bilan birga oilaviy hayotlari uzoq davom etgan, xotinlari ko'p voqea bo'lib turgan, katta hodisalar ko'p bo'lgan, o'zlaridan so'ng uzilishni bog'laydigan va yorug' joyni to'ldiradigan farzandlari ko'p emasdi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam barcha holatda bu muammolarni hal qilar edilar. Aql va mehribonlik yo'lini tutib, yaxshilik bilan tugatar edilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu muammolarni hal qilishda bir nechta uslublardan foydalanganlar. Birinchi uslub tabassum qilib ulashish va hazillashish. Oilaviy kelishmovchilikni hal qilishda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu uslubni qo'llaganlar. Qaysarlik u yoqda tursin, hatto achchiq qilish foyda bermaydigan vaziyatlar sodir bo'lib turadi. Shuning uchun shu kabi holatlarni payg'ambar alayhissalom muloyimlik, tabassum yoki yengil hazil bilan qabul qilganlar. Ba'zi muammolar vaqtida shu yo'sinda hal qilinmasa, ular katta muammolarni yuzaga keltiradi va yechimi ham qiyinlashib ketadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelishmovchilik asnosida tabassum qilganlari haqida ko'p rivoyatlar bor. Bu uslub mazmunini yoritish uchun bir misol keltirib o'tamiz. Oysha roziyallohu anhu aytdilar: "Yo Rasululloh, aytingchi, bir vodiyga borsangiz, u yerda barglari yeyilgan va yeyilmagan ikki daraxt bo'lsa, qaysi biridan tuyangizni o'tlatasiz?" dedim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bargi yeyilmaganidan dedilar. Imom Buxoriy rivoyati. Boshqa rivoyatda Oysha roziyallohu anha men o'shaman dedilar. Qo'shimchasi bor. Ya'ni bunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ayollari orasida Oysha roziyallohu anhoga bokira holatida uylanganlariga ishora qilinmoqda. Boshqa rivoyatda Oysha roziyallohu anha aytdilar: "Kun bo'yi qayerda edingiz?" dedim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Ey Humayro, Ummu Salamaning oldida edim" dedilar. Oysha roziyallohu anha: "Ummu Salamadan to'ymadingizmi?" deganimda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tabassum qildilar. So'ng: "Yo Rasululloh, o'zingiz aytingchi, ikki daraxtning biri o'tlatilgan, biri o'tlatilmagan bo'lsa, qaysi biridan o'tlatasiz?" dedim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'tlatilmaganidan dedilar.
Men boshqa xotinlaringizga o'xshamaganman. Barcha xotinlaringiz sizdan boshqa erkak bilan ham yashagan dedim. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tabassum qildilar dedi. Ikkinchi uslub e'tiborsizlik. Oilaviy kelishmovchilikni bartaraf etishda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam e'tiborsizlik uslubini ham qo'llar edilar. Chunki bunday kelishmovchiliklarning ko'pini janjal bilan hal qilib bo'lmaydi. Tortishuv foyda bermaydi. Janjal sababli muammo chigallashadi va yechimi ham og'irlashadi. Bir qancha nizolar erning beparvo qarashi, shovqin ko'tarmasligi, ibodat yoki boshqa foydali ishga yo'nalgani sababidan o'z o'rnida hal bo'lib ketgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning bu uslublariga Anas roziyallohu anhudan qilingan rivoyatni namuna sifatida keltiramiz. Anas roziyallohu anhu aytdi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning 9 nafar xotinlari bor edi. Ularning o'rtasida boradigan kunlarini taqsim qilgan edilar. Birinchi borganlariga 9 kundan so'ng qayta navbat kelar edi. Ayollari har kecha Nabiy sollallohu alayhi vasallam boradigan uyga to'planishni odat qilishgan edi. Bu gal Oysha roziyallohu anhoning uylarida edi. Shunda Zaynab roziyallohu anho keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga qo'llarini cho'zdilar. Oysha roziyallohu anhu bu Zaynab dedilar. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'llarini tortdilar. Ikkalalari gap talashib, ovozlari ko'tarilib ketdi. Shunday bo'lib turganida Abu Bakr roziyallohu anhu o'tayotib, ularning ovozlarini eshitib qoldilar. Abu Bakr roziyallohu anhu: "Ya Rasululloh, siz namozga chiqing, og'izlariga tuproq sochib yuboring" dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam chiqdilar. Oysha roziyallohu anha: "Hozir Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozlarini o'qib bo'ladilar va Abu Bakr roziyallohu anhu kelib mening adabimni beradi" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozlarini o'qib bo'ldilar va Abu Bakr roziyallohu anhu kelib Oysha roziyallohu anhoga "Shunaqa ham qilasanmi?" deb qattiq gapirdilar. Bu hadisdan ko'rinib turibdiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam janjal avjida ekanida aralashmadilar va beparvo bo'lib namozga chiqib ketdilar. Muloyimlik bilan ko'rsatilgan beparvolik bu muammoning eng yaxshi yechimi bo'lib xizmat qildi. Janjalning sababi albatta Nabiy alayhissalomga bo'lgan muhabbat edi. Muhabbat mahbubga yomonlik yetkazishga sabab bo'lmasligi kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yomonlik vositasida yaxshilik qilmas edilar. Abu Bakr roziyallohu anhu ham Oysha roziyallohu anhoga tanbeh berish bilan eng yaxshi muolajani qo'llagan edilar. Uchinchi uslub: gaplashish va ko'ndirish. Er-xotinlik muammolarining yechimida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam gaplashib qilayotgan ishidan, xato ishidan yoki noto'g'ri fikridan qaytarish bilan xotinini ishontirish uslubini qo'llar edilar. Oila ichida bunday uslubga amal qilish uning mustahkam kelajagi uchun katta ahamiyatga ega. Ushbu uslub oilada erkinlikni ta'minlaydi. Erkinlik esa o'zaro fikr almashuvga va paydo bo'lgan muammoni hamjihatlikda hal qilishga xizmat qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga buyuk namuna ko'rsatib, gaplashish fanidan yaxshi ta'lim berdilar. Bunda paydo bo'layotgan muammoni hal qilishda ishontirish uslubi ish beradi. Ibn Umar roziyallohu anhu, Safiya roziyallohu anhu aytadi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam men uchun eng yomon inson edilar. Erim, otam va qavmimni o'ldirgan edilar. Mendan uzr so'rab: "Ey Safiya, otang arablarni menga qarshi qo'ydi, falon va falon ishlarni qildi" dedilar. Shunda mendagi yomon ko'rish tuyg'usi so'ndi dedilar. Boshqa rivoyatda: "Men sening qavmingga qilgan ishimdan uzr so'rayman. Ular menga falon deyishgan, men haqimda falon deyishgan" dedilar. O'rnimdan turgunimcha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga barchadan eng yaxshi inson bo'ldilar.
Bu hadisda gaplashish yo'li orqali fikrni o'zgartirish uslubiga guvoh bo'lamiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu uslubni Safiya roziyallohu anha onamizga qo'llaganlar. Safiya roziyallohu anha yahudiylardan bo'lganlar. U qavm Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga har xil yomonliklar qilishgan. Ularning dushmanchiligi kuchayib ketgach, bir necha yil urush qilingan. U zot sollallohu alayhi vasallam Madinaga kelganlaridan keyin ularning diniy va madaniy huquqlariga erkinlik berdilar. Biror jang bo'lsa, ular musulmonlarga yon bosishlari, qarshi jang qilmasliklari haqida sulh qilindi. Lekin ular va'daga xilof ish tutdilar. Musulmonlarning g'animlari bilan bitim tuzib, dushmanligi oshkor qilindi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ular bilan jang qilishga majbur bo'ldilar. Banu Nazar g'azoti, Banu Qurayza g'azoti, Xaybar g'azoti kabi janglar shular jumlasidan edi. Banu Qurayza g'azotida Sofiya roziyallohu anhoning otalari Huay ibn Axtab, Xaybar g'azotida erlari Kinona ibn Rabi va qavmlaridan yana ko'p sonli kishilar halok bo'ldi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yomon ko'rib qolgan edilar. Lekin fe'llari o'zgarishiga ko'p vaqt ketmadi. Eng yomon ko'rgan insonlari eng yaxshi ko'rgan kishisiga aylandi. Savol tug'iladi: qanday qilib Safiya roziyallohu anhoni kufrdan iymonga, yahudiylikdan islomga, yomon ko'ruvchi ayoldan barcha insonlardan ham yaxshi ko'radigan ayolga aylantirib qo'ydilar? Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'zlaridan ham yaxshi ko'radigan bo'ldilar. U zot uchun o'zlaridagi bor narsani fido qilishga tayyor edilar. U zot sollallohu alayhi vasallamga biror kasallik tegsa, shu kasallik o'zlarida bo'lib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sog' omon qolishlarini xohlar edilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kasal bo'lganlarida barcha xotinlari to'planishdi. Sofiya roziyallohu anha: "Yo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, Allohga qasamki, sizdagi kasallik menda bo'lishini xohlar edim", dedilar. Boshqa xotinlari Safiya roziyallohu anhoga ko'z uchirishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni ko'rib qolib, "Og'izlaringizni chayinglar", dedilar. Xotinlar nima sababdan deyishdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga, Safiyaga ko'z uchirganlaringning sababidan Allohga qasamki, u to'g'ri so'zladi, dedilar. Oysha roziyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir kecha uning Safiya oldidan chiqdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni rashk qildim. Qilib o'tirgan ishimni ko'rdilar va "Ey Oysha, senga nima bo'ldi? Rashk qildingmi?" dedilar. Men nima qilay? Menga o'xshagan sizga o'xshaganni rashk qilmasligi kerakmi? dedim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam "Shaytoning keldimi?" dedilar. Menda ham shayton bormi dedim. Nabiy sollallohu alayhi vasallam "Ha" dedilar. Men shayton hamma insonda bo'ladimi dedim. Rasululloh alayhi vasallam yana "Ha" dedilar. Shunda men yana "Yo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, sizda ham bormi?" dedim. Rasululloh alayhi vasallam "Ha, lekin Robbim menga uni yengishda yordam berdi va u taslim bo'ldi", dedilar. Imom Muslim rivoyati. 4-uslub: nasihat va eslatma. Turmushdagi kelishmovchilikni hal qilishda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu uslubdan foydalanar edilar. Xotin Allohning haqlarini ado qilishda yoki erning shariat tomonidan belgilangan haqlarini ado qilishda kamchilikka yo'l qo'yganda shu uslub qo'llaniladi. Alloh ayolga qilishni buyurgan va qilishdan qaytargan ishlar Allohning haqqi hisoblanadi. Alloh taolo musulmon insonga o'z ahli oilasini do'zaxdan saqlashni buyurdi. Xotin ham oila a'zosi hisoblanadi. Xotinni do'zaxdan saqlash, Allohga itoat qilish, Alloh qaytargan ishlardan saqlanishga undash bilan bo'ladi. Bunda nasihat, eslatma, qo'rqitish, qiziqtirish kabi uslublarni qo'llash kerak.
Ular ta'sir qilmasa, shariatda ko'rsatilgan boshqa uslublardan foydalaniladi. Masalan, to'shak alohida qilinadi. Alloh taolo aytgan: "Ey iymon keltirganlar, o'zlaringizni va oila a'zolaringizni yoqilg'isi, odamlar va toshlar bo'lgan do'zaxdan saqlangiz." Tahrim surasi 6-oyat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Barchangiz boshliqsiz. Boshliq qo'l ostidagilardan so'raluvchidir. Er o'z oilasida boshliq va u qo'l ostidagilardan so'raladi", dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'z oilalariga qilgan nasihatlariga misol tariqasida Oysha roziyallohu anhodan aytilgan quyidagi rivoyatni keltirish mumkin. Oysha roziyallohu anho Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga: "Safiya haqida falon va falon yetarli, ya'ni u haqida kam gapiring", dedim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Bir so'z aytingki, uni dengiz suviga aralashtirsa aralashib ketadi", dedilar. Aralashib ketadi deganda aralashib hidini o'zgartirib yuboradi degan ma'noda. Oysha roziyallohu anho aytgan so'zlarini arzimas amallar tarozisiga qo'yilsa e'tiborga ham olinmaydi deb o'ylagan edilar. Nabiy sollallohu alayhi vasallam bu so'zning oqibatini eslatdilar va qo'rqitdilar. Uning yomonligi shu qadarki, dengiz suviga aralashtirilsa o'sha suvning hidi yoki ta'mi o'zgarib ketadi, dedilar. Bu hadisi sharif zamirida o'ylamasdan Allohning ko'rsatmalariga xilof gaplarni aytadigan insonlarga qattiq ogohlantirish zohir. Muslima ayol bu ko'rsatmaga rioya qilishi va tilini ehtiyotsizlik bilan aytiladigan so'zlardan saqlashga e'tibor qaratishi lozim. Chunki har bir so'ziga javob beradi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam banda Alloh rozi bo'ladigan so'z aytadi va unga parvo qilmaydi. Shu so'z sababli Alloh uning darajasini ko'taradi. Banda Alloh g'azab qiladigan so'z aytadi va unga parvo qilmaydi. Shu so'z sababli jahannamga kiradi, deganlar. 5-uslub: jahl chiqqanda qattiq malomat qilish. Oilaviy muammoni hal qilishda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yana malomat qilish uslubini ishga solar edilar. Biror muammo qayta takrorlanadigan bo'lsa, unga chek qo'yish uchun ushbu uslubdan foydalanib, muborak uylarida bu kabi holatlar yana yuz berishining oldini olganlar. Oysha roziyallohu anha aytdilar: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Xadicha roziyallohu anhoni eslasalar, uni maqtab gapirar va uning uchun istig'for aytar edilar. Bir kuni eslaganlarida rashkim kelib, Alloh sizga yoshi kattasini o'rniga boshqasini berdi, uni o'rniga meni berdi, dedim. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qattiq jahllari chiqqanini ko'rdim. Qo'rqib ketib, o'zimga o'zim: "Ya Alloh, Rasulining g'azabidan meni saqlagin. Bundan keyin uni Xadicha roziyallohu anhoni yomonlik bilan eslamayman", dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mening ahvolimni ko'rib: "Qanday qilib bu so'zni aytding? Insonlar meni yolg'onchiga chiqarganida menga iymon keltirgan. Insonlar mendan ketishganida menga boshpana bergan. Sizlar meni boladan mahrum qilganlaringda menga farzand tug'ib bergan", dedilar. Bu gapni menga bir oy aytib yurdilar. Imom Tabaroniy rivoyati. Ko'rinib turibdiki, bu hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xotinlari Oysha roziyallohu anhodan qattiq jahllari chiqqan. Chunki bu gap islomga xizmat qilgan va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga qadrli bo'lgan ayol haqida borardi. Bu o'z zamonasidagi eng buyuk ayol, barchadan oldin iymon keltirgan ayol va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga dalda bo'lgan ayol
Xadija roziyallohu anho edilar. Ibn Asir aytadi: musulmonlar Alloh yaratgan xalqdan eng birinchi iymon keltirgan inson Xadija roziyallohu anho ekaniga ittifoq qilganlar. Shu bois Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jahl qilishlari bilan kifoyalanmasdan Xadija roziyallohu anhoni yaxshi ko'rishlari va uni maqtashlarining sababini ham aniq izohlab berdilar. Qanday qilib bu so'zni aytding? Insonlar meni yolg'onchiga chiqarganida menga iymon keltirgan, insonlar mendan kechganida menga boshpana bergan, sizlar meni boladan mahrum qilganinglarda menga farzand tug'ib bergan dedilar. Bu zikr etilgan ulug' ayolning buyuk sifatlari edi. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni qattiq yaxshi ko'rar edilar. Vafot etganlaridan keyin ham u kishiga vafo, sadoqat ko'rsatishda davom etdilar. Qo'y so'yganlarida undan Xadijaning dugonalariga olib boring deyishlari ham shu sadoqatning ko'rinishlaridan edi. Payg'ambar alayhissalom Oysha roziyallohu anha aytgan gaplar uchun achchiqlanganlaridan tashqari yana takror malomat qilib turdilar. Bir oy davomida malomat qildilar. Bu bilan o'sha gaplarni e'tiborsiz qoldirish yaxshi emasligini Oysha roziyallohu anhoning o'zlari ham bilsin degan edilar. Nishon to'g'ri olingan edi. Shu bilan muborak uylarida bu kabi so'zlar qayta takrorlanishiga chek qo'ydilar. Oysha roziyallohu anhu Allohga qasam, bundan keyin uni faqat yaxshilik bilan eslayman degan edilar. 6-uslub. Qaror qabul qilishdan oldin yaxshilab o'ylab ko'rish, ishonch hosil qilish va aniqlash. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning turmushdagi muammolarni hal qilish uslublaridan biri edi. Bu uslub oilada kelib chiqadigan muammo va kelishmovchiliklarni hal qilishda foydali. Ayniqsa, tasodifan yuz beradigan muammolarda juda ham qo'l keladi. Bunga ifq hodisasini misol qilish mumkin. Ifq hodisasi gapni boshqa yoqqa burib, haqiqatdan chetga chiqish, yolg'ondan uydirma to'qish, bo'xton va ig'vo qilish arab tilida ifq deyiladi. Munofiqlar Oysha onamizga nisbatan ifq uyushtirdilar. Ularning ifqiga ba'zi sodda musulmonlar ham qo'shildilar. Orada katta fitna chiqdi. Oysha onamizni zino qilganlikda ayblay boshladilar. U kishiga nisbatan ig'vo, bo'xton, tuhmat va uydirma uyushtirildi. Bu hodisa ifq hodisasi nomi bilan mashhurdir. Bu hodisaning tafsiloti barcha ishonchli manbalarda Oysha onamiz roziyallohu anhoning o'zlaridan rivoyat qilingan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam muammoni yaxshilab o'ylab ko'rish, ishonch hosil qilish va aniqlash uslubi bilan hal qildilar. Shunda Oysha roziyallohu anhu aybsiz ekaniga vahiy nozil bo'ldi. 7-uslub. Odillik bilan hukm chiqarish. Oilaviy muammolarni hal qilishda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu taomilga rioya qilardilar. Ummu Salama roziyallohu anhuning idishlarini sindirib qo'ygan Oysha roziyallohu anhoga idish evaziga idish o'sha taomga o'xshash taom dedilar. Imom Abu Dovud, Imom Nasoiy, Imom Ahmad rivoyat. Chunki muammoda o'zganing haqqi ado qilinish kerak edi. Bu voqea bunday bo'lgan edi. Anas ibn Malik roziyallohu aytadi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xotinlaridan birining oldida edilar. Boshqa xotinlari bir idishda yegulik berib yubordi. Xotinlari xizmatchining qo'liga urgan edi, idish tushib ketib sindi va yegulik ham to'kildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam idishning singan bo'laklarini olib bir-biriga birlashtirarkanlar, unga yegulikni to'plab, onalaring rashk qildi, yenglar dedilar. Taomdan yeyishdi va uyidagi idishni olib kelgunicha singan idishda yegulikni ushlab turdilar.
Butun idishni yegulik olib kelgan elchiga berdilar va singan idishni uni sindirgan ayolning uyida qoldirdilar. Imom Buxoriy rivoyati. Imom Termiziy rivoyatida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yegulik evaziga yegulik, idish evaziga idish dedilar. Boshqa rivoyatda Oysha roziyallohu anha yo Rasululloh, uning to'lovi qanday bo'ladi dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam idishga o'xshash idish, yegulikka o'xshash yegulik dedilar. Bu hadisda oilaviy kelishmovchilikni hal qilishda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning go'zal tarbiyaviy usullariga guvoh bo'lamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tezda malomat bilan dilga ozor beradigan so'z aytmadilar. Bu ish xotinlaridagi rashk sababli bo'layotganini bayon qilib, onalaring rashk qildi dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu bilan biror hodisa ro'y berganda qanday so'z aytishni o'rgatmoqdalar. Ya'ni bu ishni qilishga nima undadi va nima sababdan bunday harakat qilindi? Chunki biror ishni bayon qilishda uning sababi katta ahamiyatga ega bo'ladi. Yuqorida ham ta'kidlab o'tilganidek, bu yerdagi sabab Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbat edi. Muhabbat bilan esa suyukli insoniga yomonlikni ravo ko'rib bo'lmaydi. Ibn Hajar aytadi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning onalaring rashk qildi degan so'zlari bu ishni oqlash ma'nosidadir. Qilgan ishni yomonlashga sabab bo'lmaydi, balki xotinlarning o'zaro rashki sabablidir. Rashk ichki holat bo'lgani uchun uni qaytarishga insonning kuchi yetmay qoladi. Ibn Hajar so'zida davom etib, bu hadisdan quyidagicha xulosa qilish mumkin. Rashk sababli qilib qo'ygan ishiga koyimaslik kerak. Chunki bu holatda ayolning g'azabi qaynab, rashki kelib turgani uchun aqli joyida bo'lmaydi degan. Ushbu hadis vositasida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning go'zal xulq-atvorlari va mehribonlik sifatlariga guvoh bo'lamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam urish, jirkish va koyish uslubini qo'llamadilar. Bu o'z oilasi bilan yaxshi muomala qilishni ko'rsatib berishda eng chiroyli namunadir. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sizlarning yaxshilaring oilasiga yaxshi munosabatda bo'lganlaridir. Men oilamga yaxshi munosabatda bo'lishda sizlarning eng yaxshingizman degan edilar. Abu Dovud Termiziy rivoyati. 8-uslub. Turtib qo'yish bilan odob berish. Turtib qo'yish bilan odob berish ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oilada kelishmovchilikni hal qilishda qo'llaydigan usullardan. Oysha roziyallohu anha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan o'tirganimizda o'rtamizda bo'lgan voqeani aytib beraymi dedilar. Biz ha dedik. Oysha roziyallohu anha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mening oldimga keladigan navbatlari kuni boshqacharoq edilar. Oyoq kiyimlarini oyoqlari oldiga yechdilar. Ridolarini qo'ydilar va izorlarining bir tarafini ko'rpalariga to'g'rilab qo'ydilar. Meni uxlab qoldi deb o'yladilar va sekin turib ridolarini oldilar. Eshikni ohista ochib chiqdilar va sekin yopib qo'ydilar. Ko'ylagimni boshimga o'radim va izorim bilan yopinib ortlaridan bordim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam baqiyaga bordilar va qo'llarini 3 marta ko'tardilar. Uzoq vaqt turdilar. So'ng qaytdilar va men ham qaytdim. Tezlashdilar va men ham tezlashdim. Yugurdilar va men ham yugurdim. Men birinchi yetib kelib, uyga kirib yotishim bilan kirib keldilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Ey Oysha, senga nima bo'ldi? Qiynalib nafas olyapsan, hansirayapsan" dedilar. Men: "Yo Rasululloh, hech narsa bo'lmadi" dedim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "O'zing menga ayt yoki latif va xabir bo'lgan zot menga xabarini beradi" dedilar. Oysha roziyallohu anha aytdilar: "Yo Rasululloh, ota-onam sizga fido bo'lsin" deb voqeani aytib berdim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam
oldimda ko'ringan qora sharpa sen edingmi dedilar. Men ha dedim. Oysha roziyallohu anha aytdilar, bir oz og'ritadigan qilib ko'kragimga bir urdilar va Alloh va Rasuli senga zulm qiladi deb o'yladingmi dedilar. Men insonlar qancha yashirsalar ham Alloh uni biladi dedim. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ha, sen ko'rganingda mening oldimga Jabroil keldi. Sen kiyimlaringni yechganing uchun sening oldinga kirmadi. Senga bildirmasdan meni chaqirdi va unga javob berdim. Senga aytmadim. Seni uxlagan deb o'yladim va qo'rqishingni o'ylab seni uyg'otmadim. Jabroil Robbing Baqiya ahliga borib, ular uchun istig'for aytishingni buyurmoqda dedilar. Imom Muslim rivoyati. Bu hadisda e'tibor qaratiladigan bir oz og'ritadigan qilib ko'kragimga bir urdilar jumlasidir. Alloma Sindi bu urush yomon gumonga borganlari uchun odob berish uchundir deydi. Bu uslub qattiq jahl, g'azab chiqishi va xotinining qilayotgan nomaqbul harakatlariga rozi bo'lmasligidan ta'bir beriladi. Xotin tarafidan bu kabi holatlar takrorlanmasligi uchun samarali hisoblanadi. Ushbu harakat xotinni xato yo'l tutayotganidan ogoh qiluvchi his etilgan moddiy ta'birdir. U yaxshi ko'rish va rozi bo'lishni ifoda qiladigan qo'l bilan ushlashning aksidir. Er-xotinlik munosabatlari ishonch asosiga qurilgan bo'lishi kerak. Ammo yomon gumon er-xotinning hayotida ahamiyatsiz bo'lishi lozim. Yomon gumon oilani tashvish va parchalanish sari yetaklaydi. 9-uslub tark qilish. Oilaviy muammolarni hal qilishda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nasihat va chiroyli so'z bilan malomat qilgandan so'ng tark qilish uslubini qo'llar edilar. Xotin bilan to'shakka yotishni tark qilish juda ham ta'sirli jazodir. Xursandchilik va ne'matdan bebahra qoldirish va xotinga erning bir necha kun xafa bo'lib to'shakda tark qilishi kabi azob bera olmaydi. Taloq qilmasdan turib to'shakda yolg'iz qoldirish katta jazo hisoblanadi. Bu jazo ayolning g'ururiga tegadigan va uni faxrlana olmaydigan qilib qo'yadi. Ayol erkakka nisbatan o'zining zaifligini biladi. Erkak qanchalik kuchli bo'lmasin, ba'zida ayolning makr-hiylalari oldida ojiz qolishi mumkin. Ayol zaif bo'lgani bilan birga bardoshining manbai, eng katta ovunchog'i, makr-hiylasi yengilmas ekanidadir. Ayolning bu xususiyati to'shakda eng yuqori ko'rinishda namoyon bo'ladi. Agar erkak unga e'tibor qilmasa va sehriga aldanmasa, ayol qalbida erkakka nisbatan kechgan xayollaridan o'zi tashvishga tushadi. Sof nazokatiga shubha o'ralaydi. Erkak har qanday holatda kuchli ekaniga amin bo'ladi va zaifligini his qiladi. Bunday holatda makr-hiyladan va erkak unga rag'bat qilganidan foydalanib qolishga urinmaydi. Er barcha ishlarga o'zi xo'jayin ekanini, ayol erkakka xo'jayinlik qila olmasligini, faqat bo'ysunish kerakligini tushunadi. Bu jangda ayol barcha qurolidan ayriladi, chunki qo'lidagi qurolini ishlatib ko'rgan edi, chekinishga majbur bo'ldi. Shu chekinish oqibatida uning nafsi o'zbilarmonlik qila olmaydi. Xotin bilan birga yotmaslik, uy ichida yoki undan tashqarida yotish bilan bo'ladi. Bir uy ichida bo'la turib, xotin bilan birga yotmasdan to'shagini alohida qilish xotinga qattiqroq ta'sir etadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rahmdil bo'lganlari uchun xotinlari bilan birga yotmoqchi bo'lmasalar, uydan tashqariga chiqar edilar. Zero bunisi yengilroq jazo tuyuladi. To'shakni tark qilish haqida kelgan ayrim hodisalarga Imom Buxoriy Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xotinlarini uylaridan boshqa yerda tark qilishlari deb sarlavha qo'yganlar. 10-uslub ixtiyor berish va maslahat qilish. Oilaviy muammolarni hal qilishda
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ixtiyor berish uslubini qo'llaganlar. Oilada ayol ehtiyojidan ortiqcha narsani talab qilganida kelib chiqadigan iqtisodiy muammolar qarshisida bu uslub qo'llanilgani Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yuksak hikmat egasi ekanliklarini yana bir karra ko'rsatdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam iqtisodiy muammoni hal qilishda ixtiyor berish uslubini qo'llaganlar. Maslahat qilish ko'rinishida bo'lgan bu uslubdan oila qonunini o'rnatishda foydalanish mumkin. Barcha oilaning barqaror bo'lishi uchun e'tiborli bo'lishimiz lozim. Chunki oila islom dushmanlarini doimo nishonga olib turadigan halqalardan biridir. Oilaning barqaror bo'lishi juda muhim sanaladi. Oilaga mas'uliyat bilan qarash millatning tarbiyasiga xizmat qiladi va kelajak avlodning yaxshi insonlar bo'lib yetishishga zamin yaratadi. Barqarorlik bo'lmagan oilada bularning barchasi izdan chiqadi. Bugungi kunda oilani qiynaydigan eng katta muammo nafaqada isrofga yo'l qo'yishdir. Buning oqibatida ahli oilasiga ortiqcha nafaqa berishga mablag' topish uchun odamlar turli gunohlarga qo'l uradilar. Demak, oila to'g'ri va maqbul yo'ldan yurmaydi. Jamiyatda islom qaytargan poraxo'rlik, oldi-berdi sohasida aldov, bir-biriga ishonmaslik kabi harom ishlar avj oladi. Alloh taolo aytadi: Shuningdek, yeb ichingiz, lekin isrof qilmangiz, zero u isrof qiluvchilarni sevmagay. A'rof surasi 31-oyat. Isrofga yo'l qo'yadigan oilani Alloh taolo yaxshi ko'rmasligini aniq. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ixtiyor berish qissasi orqali bizga ta'lim o'rgatishni ham ko'zlaganlar. Ya'ni qarzlar ko'payib ketmasligi uchun umumiy nafaqani haddidan oshirmaslik kerakligi haqida saboq bermoqdalar. Shaxs yoki oila yoxud millat keragidan ortiq darajada mablag' ishlatishi qarzdorlikka olib keladi. Qarz muammosi butun dunyoda bo'lganidek, islom olamida ham mavjuddir. Qarzda ummatning buguni va ertasi uchun xatarli oqibatlar bo'lishi mumkin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qarz ustun kelishi va erkaklarning qahrga yaqin bo'lishidan panoh tilab: "Ya Alloh, men sendan g'am tashvish va xafa bo'lishdan panoh tilayman. Qarz ustun bo'lishi va erkaklar qahr qilishdan panoh tilayman", dedilar. Imom Abu Dovud rivoyat. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga qarz ustun bo'lishi erkaklarning g'azab qilishiga hamrohdir demoqchilar. Bu go'zal uslub bilan qarzdan ehtiyot bo'lishga chaqirmoqdalar. Shuningdek, ixtiyor berish hodisasi orqali erkakka mol davlat eshiklari ochilsa qanday yo'l tutishi kerakligini ham o'rgatmoqdalar. Oiladagi katta-yu kichik mas'ullar haddan ortiq pul ishlatilganda qanday harakat qilishlari kerakligini o'rgatmoqdalar. Hatto bu xarajatlar muboh narsalarga ishlatilgan taqdirda ham jiddiy e'tibor talab qilinadi. Bularning barchasi kelajakni o'ylash, quvvatni tejash va Allohning ko'rsatmasi doirasidan chiqib ketishidan oldini olish uchundir. Qur'oni Karim bizga dabdabaga berilib, sarf xarajatda haddidan oshgan isrofchi qavmning holatini xabar qilgan. Ularning hayoti yer bilan yakson bo'ldi. Alloh taolo aytadi: Biror shaharni halok qilishni istasak, undagi maishat ahlini itoat etishga buyuramiz va ular itoatsizlik qilishgach, u shahar aholisi ustiga azob haqidagi so'z muqarrar bo'lur. Bas, biz uni vayronaga aylantirurmiz. Isrof gunoh ishlardan hisoblanib, Fir'avn bunday jinoyatning yetakchilaridan bo'lgan. U qilgan jinoyatiga yarasha jazoga duchor bo'ldi. Va bu balo uning qavmini ham chetlab o'tmadi. Alloh taolo aytadi:
Zero Fir'avn yerda oliy mutakabbir va u isrofgar, tajovuzkor insonlardandir. Demak, biz oila ishlarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va ular yurgan yo'llardan borishimiz, Fir'avn va boshqa barcha dabdababozlar tutumidan uzoq bo'lishimiz kerak ekan.